Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari. Bu Rossiya bilan Qozog'iston chegarasi. Odam ko'p, yana mashin. Hali o'tirmay ham turibdi. Hamma odam QR kod chiqadi degandan granitsa borganlar. Agar iloji bo'lsa, shu u yana yetib kelsangiz yaxshi, biletlar arzon, samolyotning biletlari. O'zimiz ham mana shu 24 soat deganda chiqdik. Bu turgan yerimiz hozir Qozog'iston bilan Rossiyaning o'rtasi. Neytrallikda turibmiz. Rus janjalini mashinalar diqib yotdilar. Hamma o'zini o'ylaydi bunday nada o'chirtdi. Bu yer yana o'sha Rossiyaga girish, Rossiyadan chiqish bu yer. Bir 3 kilometrdan bor bu yer nasi o'chirdi. Shu daraja endi bo'lib yotdi. Biridan keyin barka shuni o'zbek O'sha elimizda avaram bo'lgan o'xshaydi, yana militsiya mashinalari ham turibdi. Minni odam ko'plikda har narsani kutsa bo'ladi. Urush, janjal, mashin urushma.